27 dekabr ob-havo prognozi. Toshkent shahri havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Kechasi va ertalab tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 2 gradus iliq, kunduzi 7-9 gradus iliq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda qor yog'ishi, tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 5-10 gradus sovuq, Ustruyotda 12-15 gradus sovuqqacha, kunduzi 5 gradus iliq bo'ladi. Xorazm viloyati havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 5 gradus sovuq, kunduzi 2-7 gradus iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlari havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 4 gradus sovuq, 1 gradus iliq, kunduzi 7-12 gradus iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax viloyatlari havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 3 gradus sovuq, 2 gradus iliq, kunduzi 5-10 gradus iliq bo'ladi. Samarqand, Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlari havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 2 gradus sovuq, 3 gradus iliq, kunduzi 10-15 gradus iliq bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlari havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushadi. Harorat kechasi 4 gradus sovuq, 1 gradus iliq, kunduzi 3-8 gradus iliq bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlari havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda qor yog'adi. Tuman tushishi mumkin. Yo'llarda ba'zi joylarda yog'malar kuzatiladi. Harorat kechasi 5-10 gradus sovuq, kunduzi 3 gradus sovuq, 2 gradus iliq bo'ladi.